Farzandingiz kelajagiga befarq emasmisiz? Uning intellektual salohiyati hamda bilim darajasi Prezident maktablari talablariga javob beradimi? Buni bilishning ayni vaqti keldi. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar o'rtasida aql sharhi fanlar olimpiadasiga start berildi. Bu shunchaki sinov emas, bu bilimlar bellashuvi. Olimpiada ishtirokchilari ingliz tili, matematika hamda tanqidiy fikrlash yo'nalishlari bo'yicha bilimlarni sinovdan o'tkazadilar. Mazkur olimpiada ushbu yo'nalishlarda ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan mohir pedagog Dildora Bafoya tomonidan tashkil etilmoqda. Professional yondashuv va shaffoflik bizning bosh mezonimiz. G'olib bo'lgan o'quvchilar hamda ularning zahmatkash ustozlari uchun maxsus diplom va qimmatbaho sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Bilim har doim munosib taqdirlanishi lozim. 10-may yakshanba soat 8:00 da 67-son umumiy o'rta ta'lim maktabida sizlarni kutamiz. Hoziroq ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tish uchun esa pastda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling. Pastda ko'rsatilgan Telegram kanali orqali esa qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish onlayn hamda offlayn tarzda amalga oshiriladi.